Araylar şu mas'uliyetni mi icra qiladigan ishlarni o'xshash barobarmi? İslamda erayallar qarsak başdan so'zlagan vaqtimizda aqida musulmonlikning eng besh ochmish. Aqida bo'lsin, ibodat bo'lsin, axloq bo'lsin, shariat bo'lsin va boshqa ijtimoiy tuzum bo'lib qolsin, mushu ko'rsat bilan bilishda er ayol o'xshash taklif qilindi. İslamning aqida qismini bilish, kishi qanday farz bo'lgan bo'lsa, ayol kishi o'xshash farz. Axloqliq bo'lish yoki axloq ahkomlarini bilish kishiga qanday farz bo'lgan bo'lsa, ayol kishi mayda farz. İtaat qilish o'xshashlar farz qilindi. Amanu degan so'zi bilan mayli kishi bo'lsin, mayli ayol kishi bo'lib qolsin, o'xshash bu hukmga. Buyruq tan keldi, unda bo'lganki, buning berilgan savob o'mi tang belgilangan. İnsani hürmete, mayli olsun, ayol olsun ve insani huquqlari o'xshash kuchga ega bo'lsa, inson bo'lish e'tiborli o'xshash kuchga ega. Çünkü Qur'on-i Karimda ayollarning huquq majburini bayon qilib, "Valahunna mislullazi alayhinna bil ma'ruf." Ayollarning o'sida qanday mas'uliyat bo'lgan bo'lsa, ularning oladigan o'xshash huquqi bor. Gerçi tabiatidan o'xshamaydigan taraf bu ayrim bo'lsin. İslam meydan kelgandan tartiblan ve ayollarningki huquq majburiyat o'xshash ekanligini oldi burun e'lon qildi. Kishi ustun emas. Yoki majburiyatda yana bizdan to'van emas. Ayol huquq majburiyat o'xshash. İslam meydan kelgan tartiblam ayollarniki inson ekanligi, onamiz ekanligi, ochimiz ekanligi, ayolimiz, qizimiz ekanligidan iborat o'g'illarga o'xshash bir kuchga ega, sharaf ekanligini oldi burun e'lon qildi. Shunga olsun, ayol bo'lib qolsin, Qur'on-i Karimda el-mu'minuna vel-mu'minat ba'duhum awliyallah. Mümin erlar ve mümin ayollar bir-biriga ega chiqalaydi dedi. Kishi müminlar ega chiqib ayollarning salohiyati yetmaydi dedi. O'xshash darajada qo'ydi. El-muslimina vel-muslimat vel-qanitina vel-qanitat. Musulmon o'xshash hukm. Shunga qaysi bir ya qaysi bir ayol kishi bo'lib qolsin, iymon etgan holatida yaxshi ish harakat qilsa, o'xshash savob qiladi. Masalan, namoz misol olsa, kim namozni joyida o'lchamlik o'qisa, kishi o'qisimi o'xshash savob qilishadi. Ayol kishimi o'lchamlik o'qisa, o'xshash savob qilishadi. Ya ayol kishining savobi to'van dedi. Bunday hukm yo'q. Gerçi cemaat bilan o'qigan namoz kishilarimiz bitta 25 daraja oshirgan bo'lsa-mu, ayollar o'lchamlik o'tirib o'qisa, yana aj darajaga erishamiz. Xo'sh. Agar chiqib qolib qolsa, o fazilatga ayrim erishadi. Chunki musulmonlik mas'uliyatlarda ayol o'xshashimiz o'xshash. Unda bo'lgan chaqda erishadigan savobdimi? O'xshash. Mas'uliyat o'xshash bo'lganki savobmi? O'xshashimiz o'xshash. Hamda kishining xarakteri bilan ayol kishining xarakteri o'xshamaydigan yerda kishining mas'uliyatini ayol kishi yuklab qo'ysak, o'xshamaydigan tarafda ayol kishi zulm bo'lib qoladi. Ayol kishining xarakteri uyg'un keladigan ishlarni kishi yuklab qo'ysak, kishi zulm bo'lib qoladi. Masalan, misol olaylik qisqacha. Bu vaqtlarning daqish masalasini misol qilaylik. Ayollarga nisbatan bir rohat bir masala. Xushallik masalasi. Bu vaqt tug'ilgan bolani baqish. Ammo kishiga nisbatan u mas'uliyatni yuklab qo'ysa, eng og'ir murakkab masalamiz. Tabiat masalasini uyg'un kelmagan. Faqat baqish bersin deganlik emas. Lekin uniki nurg'on jafolarni davom misol qilsak masalani. Bunun qarta, yani qisqacha degan vaqtimizda belki bunu desek ba'zan ayet misal keltirishi mumkin. Er-rijal qawwamuna alan-nisa. Bu ayet baş üstümüz. Biz ayollar huquq majburiyatda o'xshash degan vaqtimizda hamma ish o'xshash deganlikni ko'rsatmaydi. Ba'zi ortiqchilik qiladi. Masalan, sizning ba'zi yerda ortiqchiliklari bor, menda yo'q. Ba'zi yerda mening ortiqchiligim sizda yo'q. Kishi olsang farq qilamiz. Shunga o'xshash bu ayollar orasidami qisman farq bor. U nimasi? Oila kichik bir jamiyat. Bu kichik jamiyatni idora qilish yoki uni mudirlik qilish mas'uliyatini Alloh taolo kishiga topshiribdi. Bunun elbette nurg'un hikmatlari var, to'xtalmaymiz. Masalan, kishi qarasak biroz so'g'aqqan keldi. Ayol kishi hissiyatchan keldi. Kishi qarasak bir ishni qilishda bir qadam oldinmas, bir qadam keyinga qarab ish qiladi. Ayol kishi bir ishni qanoatlanib qolsa, qiziqib qolib qolsa, ko'z ko'rmaydan bo'ladi.
Shuning uchun hadis sharifda payg'ambarimiz ayollarninki bu qobiliyatini bir yerda tushuntirib, g'ayti chaqchaq qilgan aqli namoz o'qimaydi, ya aqli kam degan yerda o chaqchaq tariqasida deyilgan. Qanday masxir qilish tariqasida emas. Ayollar to'van tushirish tariqasida emas. Modamen degan erkaklarni degan yerga ekaladigan qobiliyat ayollarda bor emasmi deb ayollarni u yerda maqtagan. U ortiqchilik erkishda yo'q. Shu bu yerda erkishi oilaning bir model bo'lish sifati bilan o'ziga yuklangan oilaning kishilar avlodlarning aqidasi, ibodati, axloqi dunyo qarshidan emas. Shundaqlam oilaning iqtisodiy chiqimlaridan va sirtqi ishlardan mas'ul. Ammo ayol kishi bo'lgan bo'lsa, yana ham aqida masalasi. Davomli ota-onasi uyda, dadasi uyda olmay chiqib bo'lmaydi. Balaninki axloqi, balaninki madaniyati, tili, urf-odati deganga o'xshash, ma turli taraf eng chong mas'uliyat bu yerda kimga bakrak yuklandi bo'lsa, ayollarga yuklandi. Bu er ayollarning orasidagi xarakter farqini o'xshamaganlik. Keyingi temalarda islom va ayollar yoki islomning ayollarga bergan huquq degan temalarda bu vaqtda taxmin ko'p ayrim to'xtalamiz.